halol kasbni yolg'on gapirib qiladiganlar bor. Bu ham harom bo'ladi. Aldab qiladiganlar bor. Bu ham harom bo'ladi. Buni bitta o'tirgan deyarlik bir 70 yoshdan tepamiz pul topmasak, undan bari hammamiz pul topyapmiz. Shuni ham bilib olinglar. Agar u kasb bo'ladimi, yo hunar bo'ladimi, yo bir ish bo'ladimi, farqi yo'q. Qassobmi, taksizmi, svarshiymi, qorovulmi, buxgaltermi, meva sotadimi, bog'i bormi, qizig'i yo'q. O'zlaring uchun bilib olinglar. Bilsalaring takror, bilmasalaring yangilik. Agar o'sha pul topish jarayonda yolg'on aralashtirsak, aldov aralashtirsak, o'sha pulimiz harom bo'ladi. Harom nima degani desa, eng katta gunohi kabira. Harom yegan odam yomon odam bo'ladi, qalbi o'ladi, qalbi qorayadi. Bolasiga haromdan yedirsa, bolalari ham ertaga yomon bolalar bo'lib katta bo'ladi. Haromdan yedirgan, aniq haromdan yedirgan odam bo'lsa, bolalariga qarangda. Bolalari yaxshi odam bo'lmaydi. Shuning uchun bu desam bundaqa hunar qilyapti. Xo'p, hunarini qanaqa qilyapti degan savol bor. Alda bo'lmaydi, yolg'on gapirib bo'lmaydi. Agar yolg'on gapirib aldasa, o'sha o'g'ri, qimorvoz, fohisha topgan pul bilan bir xil pul bo'ladi. Vaholanki mehnat qilyapti. Mehnat bilan pul halol bo'lib qolmaydi. Peshana teri bilan pul halol bo'lib qolmaydi. Peshanasi terlamasdan pul topadigan ashincha odam bor. Mashincha qiynalmay pul topadiganlar bor. Aldamaydi, yolg'on gapirmaydi, bo'ldi, puli halol. Men peshana teri qilganman. Peshana terini o'g'ri ham qiladi. Peshanasi tugul boshqa joydan ham ter chiqib ketadi. To o'g'irlik qilib olgungacha va u qulog'ini sopmaydi baribir. Va Xudoga shu mendan gumon qilishmadi deguncha peshanasi tugul boshqa joydan ham ter chiqib ketadi.